Beauty blogerda tugagan banachkalar va ularni o'rniga nimalar ishlataman. Eng sevimli tonerim tugadi. O'rniga 5 xil gialuronoviy kislotali losyon ishlataman. Ha, bular bir-biriga ja analog emas. Bittasi ceramidlar, ikkinchisi gialuronoviy kislota, lekin toner sifatida ikkalasi ham yaxshi. Silimax kremim tugadi. O'rniga undan ham moshna oziqlantiradigan Estra baryerniy krem. Lekin bu ham ozgina qolgan. Bu ham tugagandan keyin Dr. Altea 345 ishlataman. Sevimli penkam tugadi. O'rniga men уже boshlab qo'ygan Silimaxdan Nonili penka. No gidrofilное масло ham почти tugadi. Shuning uchun o'rniga Skin 1004 centellali gidrofilное масло. Sevimli SPFim tugadi. Buni o'rniga XSYdan yangi avlod filtrlarida ishlaydigan SPF. To'g'risi nimaga XSY mana shu SPFni ko'p sotishmaydi bilmayman. Yog'li yuzga idealni tushadi. Men ishlatadigan retinolim tugadi. Bu yerda retinol 0.5%. Men endi keyingi pog'onaga o'tmoqchiman. 1% retinol va 0.75 bakuchiol. Endi boshlamoqchi bo'lganlarga bunaqa retinol ishlatish yaxshi emas. Endi men ozgina profiman desam-da. Siz ishlatadiganlar ham chiqdimi? Kommentda aytib keting. Meni bitta savolim bor. Nimaga kosmetika tugasa, обязательно hammasi birga tugashi kerak?